Mana vahshiylikka bir e'tibor bering. Bu vahshiylikning tagida ko'p narsa bor-da. Qarang, последний vaqtda Rossiya nima ishlarni qilyapti. Plastikni yerga tashlab qo'yibdi-da-yu, yo'ldan o'tayotgan bir kishi ushlab olsa agar, uni etib qamab, shunday dazabaga tushiribdilar-yu, gapirtiribdilar-yu, unga qo'l qo'ydirib urushga chiqarib. Xullas, yo'nalish ko'p bo'lgan. Prichinani topibdilar, yo'lini topibdilar, qilyaptilar. Bu ham o'shanaqalarning bittasi deb o'ylayman. Chunki qarang, katta bir maktabga kirib yuribdi. Hozir bizning maktabga agar begona odam shunchaki kiradigan bo'lsa, agar sirrazzi uchastkovoy 1-2 qilala sirrazzi bosadi. O qo'lida pichog'i bilan vesini bilan tingir xuddi kino olinayotganday yuribdi. Befarqlikni ko'ryapsizmi? Bu narsaga befarq bo'lmaydi bizning O'zbekiston ham, Tojikiston ham, butun SNG. Bu narsani oxiriga yetish kerak. Nima uchunki, bir yoshgina bir gunohi yo'q farzand bachchacha uchun qilinayotgan suiqasd uchun javob berish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qilinayotgan har bir xato ish uchun jazo bo'lishi kerak. Bu men shaxsiy fikrim.